Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun 30-mart Xalqaro chiqindisiz dunyo kuni munosabati bilan sizlarga ajoyib bir loyiha ishini tushuntirib bermoqchiman. Demak, loyihamiz Kattaqo'rg'on shahrida chiqindilarni qayta ishlash va saralashni konveyer usulini tushuntirib bermoqchiman. Demak, hozirgi kunda Kattaqo'rg'on shahridagi chiqindi poligonida mana shu monitorda ko'rganlaringizdek yuk mashinalar chiqindi to'kib ketadilar, ustini tuproq topib kun boradilar. Bizdan taklif qilmoqchi bo'lgan usulimiz esa chiqindilarni mana shunday ko'rinishdagi konveyerlar yordamida ularni saralash, qayta ishlash va kelajakda bir qancha yangi ish o'rinlarini yaratish hisoblanadi. Endi ko'rib turibsizlar, chiqindilar konveyer orqali keladi, ishchilar esa chiqindilarni saralaydilar. Qog'ozga, metallonga chiritsa bo'ladigan chiqindilarni alohida va qayta ishlangan plastik mahsulotlarni alohida saralaydilar. Mana ishchilarni ishlash jarayonlari loyihamizda. Endi agar Kattaqo'rg'on shahar aholisi o'rtacha 95 ming kishi bo'lsa va har bir oilada taxminan oladigan bo'lsa, o'rtacha 5 kishidan bo'ladigan bo'lsa, bizada jami 19 mingta xonadon yoki oila to'g'ri keladi. Biz hali sizlar bilan turli xil do'konlar, restoranlarni sotib olganmiz yo'q, faqat aholi yashash uylarini sotib olyapmiz. Ushbu chiqindi xomashyo mahsulotlar faqat uy xo'jaliklari chiqadi deb hisoblaymiz, hisoblab turamiz. Endi har bitta chiqindi xomashyosini narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda bitta oiladan metallon 150 gram o'rtacha hisobda, makulatura 250 gram, plastik mahsulotlar 100 gram, shisha 200 gram chiqadi chiqindiga. Misol uchun o'rtacha o'tib qoladigan bo'lsak. Endi jami uy xo'jaliklarida butun boshli shahar hisobida bir haftada chiqadigan metallonimiz 2850 kg, makulatura 4750 kg, plastik mahsulotlar 1900 kg, shisha mahsulotlar esa 3800 kg chiqadi. Endi har bir xomashyomizning narxi 1 kg uchun demak metallon 2100 gram, makulatura metallonimiz 2100 so'm, makulaturamiz 2000 so'm, plastik mahsulotlarimiz 1700 so'm va shisha mahsulotlarimiz o'rtacha 5000 so'mdan hisoblaymiz. Endi har bitta mahsulotimizni bir haftada chiqadigan mahsulotimizni jami summasiga keladigan bo'lsak, metallon 5.985 ming so'm, makulatura 9.500 ming so'm, plastik mahsulotlar 3.230 ming so'm va shisha xomashyosi 19 million so'm bo'ladi. Endi ularni jami umumiy miqdori bir hafta uchun 37.715 ming so'm bo'ladi. Xomashyoni pul qiymati. Endi ana shu xomashyomizning jami bir oyda qancha bo'ladi? Miqdor va summasi. Bir oyda metallonimiz 23.940 ming so'm bo'ladi. Makulatura 38 million, plastik mahsulotlar 12.920 ming so'm, shisha mahsulotlari 76 million so'm qiymatda bo'ladi. Xomashyomizning tan narxi. Endi jami ularning yig'indisi 150 million 860 ming so'm bo'ladi. Bu o'rtacha faqat xonadonlardan chiqadigan chiqindilarimizning miqdori. Pul qiymati. Endi undan tashqari uy xo'jaliklarida faqat plastik, makulatura, metallon, qog'oz mahsulotlar emas, balki chiritsa bo'ladigan chirindi xomashyolari ajrab chiqadi chiqindida. Endi o'rtacha bir hafta mobaynida 2 kg chiqindi ajraladigan bo'lsa, o'sha chiqindilardan biza kompost o'g'itib tayyorlasak bo'ladi. Ya'ni chirisa bo'ladigan xomashyoni bitta maxsus o'rada ko'miladi, havosiz muhitda ular ma'lum vaqt qoldirilganda chirindiga aylanadi va uni biza issiqxona xo'jaliklarida o'g'it sifatida foydalansak bo'ladi. Endi jami bir haftada Kattaqo'rg'on shahrida 19 mingta oila bo'ladigan bo'lsa, har bir xonadonda 2 kg
chiqindi chiqadigan bo'lsa, chirindi xom ashyosi 38.000 kilogramm bo'ladi. Bir oyda bu 152.000 kilogramm tashkil etadi. Endi ana shu chirindilarning 60% qismi chirish jarayonida yo'qoladi va 40% qismi qoladi. Misol uchun 10 kilogrammdan 4 kilogramm sof chirindi holatda qoladi. 60% qismi chirib yo'qolib ketadi. Bunda 60.800 kilogramm chirindi qoladi. Agar mana shu kompost o'tin 1 kilogrammini biz minimum 1000 so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, u 60 million 800 ming so'm bo'ladi. Bir oylik foyda keltirishi ko'rsatkich. Endi chirindilarni konveyer saralash va qayta ishlashni konveyer yordamida amalga oshirishda qanday afzallikka ega? Birinchidan, chiqindini to'g'ri saralash orqali bir qancha aholi ish bilan ta'minlanadi. Olingan xomashyo chiqindilarni qayta ishlash uchun zavod va fabrikalar quriladigan bo'lsa, ulardan olingan tayyor mahsulotlarni sotish orqali yangi daromad olish mumkin. Masalan, shishani qayta eritib, turli xil shisha buyumlari va turli oyna, ya'ni mana deraza romlariga qo'yiladigan oynalarni tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Chirindilarni chiritib olingan kompost o'g'itlarini issiqxona xo'jaliklarida muhim o'g'it sifatida, organik o'g'it sifatida foydalansak bo'ladi. Olingan metallarni turiga qarab ularni ham qayta eritib metal buyumlar tayyorlashimiz mumkin. Masalan, temir buyumlarni eritib temir mahsulotlarni, mis buyumlarni eritib mis oddiy simni chiqarsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa konserva qutilarida qayta eritib ularni yana boshqadan konserva idishlari yasasa bo'ladi. Olingan makulaturni qayta ishlab xo'jalik turli xil xo'jalik qog'ozlari yoki karton mahsulotlari tayyorlashimiz mumkin. Plastmaslarni qayta ishlab, qayta turidan eritib, yana boshqa turdan plastik mahsulotlar tayyorlashimiz mumkin ekan. Hurmatli o'quvchilar, bugungi demak loyihamiz mana shulardan iborat. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat.